Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi tayyorlangan ishlarimiz tayyor bo'ldi. 8 talik orexiy rangni tayyorlab berdik Olmaliq shahriga. Xo'p, to'qilishlari juda ham ideal chiqqan. Odamga yoqimli rang orexiy rangni tayyorlaganmiz. To'qilishlarini zich holatda to'qilgan. Bo'ylarini hop, eni 90, uzunligi 2 metr qilingan xondi razmeri. Bunga moslab kacheli ham tayyorlab berganmiz. Kachelayamiz bu ham juda ham mustahkam, odam o'rnashimli qilingan. Ko'rpachalari birinchi sortdan to'ldirib solganmiz. Shu odamlar o'tirsa tez yomon bo'lib ketmasligi uchun xolos ancha xizmatini qiladigan qilib tayyorlaganmiz. Buni kraskalari eng yaxshi kraskadan qilingan. Shu yomg'irdan, qordan, issiqdan qo'rqmaydi. Xolos ancha xizmatini qiladi. Tirnalishlarga ham chidamli. Juda ham chiroyli. Kimga mana shunday sifatli rattan stullar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab eng yaxshi narxlarga yetkazib beramiz.